Yunusobod tumanini yaxshi ko'radigan akalarimiz, opalarimiz diqqatiga Yunusobodga kelganmiz. Mahallani qaranglar, qanaqa tinch, shinamligini, qo'shnilarni ko'rib turibsiz. Ahil inoq mahalla bo'lyapti. Mahallani qaranglar, qop-qora asfalt bo'lyapti. 608 sotix hovli topib qo'ydik. 6 xona binolar bilan birgalikda ishida tayyor bizneslar bilan. Asosiy eshigimizdan kirib kelganimizda bozorxonamizni ko'rib turibsiz. Bemalol ikkita mashina olib kirib qo'ysanglar bo'ladi, lekin hozirgi paytda bu joyimiz yer hisobida sotilib ketilyapti. Eng qizig'i, hovlimizdan ichida o'zini biznesi ham bor ekan. Videoni oxirigacha ko'rib turing, birin-ketin ko'rsatib beramiz. Hovlimizga kirib kelganimizda tapchan supalarni ko'rib turibsiz. Gir aylanib bir etajli uylar qurilgan, pastda splashni uzungina podvali ham mavjud bo'lyapti. Kadastrda dokumentda hech qanaqa muammogarchilik yo'q. Megaplanetgacha adashmasam, mashinada biz chiqib keldik, 3 minutmi, 2 minutli yo'l ekan. Masjid yonginamizda, maktab bu yoqda, bog'cha bu yon tarafda ekan, yaqin joyda joylashyapti. Suv, svet, gaz, internet kanalizatsiyadan hech qanaqa muammogarchilik yo'q. Qaranglar, biznes qanaqa biznes? Mana ko'rib turganingizda kattagina teplitsa tushyapti. Gulchi akalarimiz bo'lsa bu videoni ko'rib tezroq ulgurib qolishingizni mazza qilishadi. Ichini bir tekis qilib qaranglar, qanaqa chiroyli axtir gullarni ekib qo'yishganligini, teplitsani tayyor holatga keltirib qo'yishgan ekan. Bu uyimizdan sotib olgan insonga mana shu yer hisobida shu bizneslar bilan o'tib ketyapti. Hozirgi paytda Start TV bu joyimizga bir sotiqiga 59 ming dollardan so'ralyapti. Inshaalloh kelishtirib, bundan ham chiroyli narxga qilib beramiz deyapti. Pastda raqamlar qoldiramiz, telefon qiling, tezroq o'zlariga aloqaga chiqing. Orientir Toshkent shahar Yunusobod tumani Kattakulol Qo'rg'on mahallasida joylashgan. Aynan shu hovlimiz xudo xohlasa sotuvga chiqyapti. Ko'rib turibsiz, juda ham chiroyli holatda turibdi, lekin yer hisobida sotilib ketilyapti. Ichkarida uy egalari yashayotgani uchun uy ichlarini ko'rsatamiz. Pastda raqamlar qoldiramiz, qiziq bo'lsa telefon qiling, tezroq aloqaga chiqing.